Kanalimizga obuna bo'ling va maroqli dam oling. Shuning uchun men senga aytganman. Cholga yaxshilab qaragin deb. Ovqatni yeyapsiz, pulini to'lang-da. Sen kimsan? Nimaga aralashyapsan? Meni kimligimni bilasan o'zi? Sendaqalarda 10 tasini bir deganda yo'q qilaman. Meni tanimadingiz-a? Yo'q. Men Anoraman. Siz? O'sha chollar Afg'onda xizmat qilishgan ekan. Ularni Mardon yollagan ekan. Mardon degan? Yordam berishga kelsa yordam beramiz, faqat tekinga emas. Evaziga bizga xizmat qilasan. O'zing boshlagan qurilishni o'zing oxiriga yetkazasan. Menda nima gapim bor edi? Cholni yo'qolishda bizni aloqamiz yo'q. To'g'ri. Cholni o'g'irlagani borganimiz aniq, lekin bizdan burun qandaydir chollar uni o'g'irlab ketishgan edi. Kelinglar, xizmat. Biz İlyos akani do'lyasini olib ketgani keldik. İlyos akanga borib ayt. Meni Davron deyishadi. Unga beradigan hech qanaqa do'lyam yo'q. Unda o'zingga ko'r. Hozir mana itlaringni olasan-da. Bu yerda tuyoqni ishqilatasan. Borib İlyosga ayt. Mardon akam turmadan chiqdi deb. Tushundingmi? Yo'qol. Karim, otib tasha uni. Shoshma. Avval o'zing nishondasan, ahmoq. Orqangga qara. Agar otamni yaxshilikcha sog' omon qaytarib bersang, hech narsa bo'lmagandek bu ishni unutamiz. Yo'q so'zingdan ko'r. Hozir mol olib kelgandim. Shuni sizlar shahringizda sotsak, sizga ham ozroq do'la chiqarib berardim. Menga qarang. O'sha eringiz baribir qamaladi. Qamataman. Toki ko'chada bolalar bemalol o'ynab yurishlari uchun. Shunaqa gaplar. Agar siz ruxsat bersangiz, biz tavallab piyoz totsak, sizga ham ulush ajratardik. Yaxshi. Men rozi bo'ldim ham deylik. Xo'sh. Meni ulushim qancha bo'ladi? Foydadan 10%. 10%. Hayyo. Bunaqasi yetmaydi. Foydani naq 25%ni berasiz. Shunda kelisha olamiz. U juda ko'p. Axir hech narsa qilmaysiz. Molni o'zimiz olib kelamiz, sotamiz. Hamma yo'q o'zimiz bo'linda. Javobini o'zimiz qilamiz. Siz ruxsat bersangiz bo'ldi. Hammasini o'zingiz hal qilasiz. Lekin sizlar kelib ketgandan keyin bu yerdagi shaltaqiylarni o'zim tozalashim kerak. Shu esdan chiqib qolmadim. Mayli, ko'ndirdilar. 20%. Boshqa tushmayman. Mayli, biz rozimiz. Lekin bir muammo bor. Qanaqa muammo? U muammoning ismi Mardon. Ijolat olmang. Agar Mardon yigitlari kelib, sizga xalaqit beradigan bo'lsa, menga aloqaga chiqasiz. Telefonda o'zidayoq hal qilib beraman. Muammo yo'q. Mayli. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Salomat bo'ling.
Bo'ldi endi yig'lamagin. O'z yuragimiz qivording yig'laverib. O'zimni ham boshim qotib turibdi hozir. Dadasi shunday dedi degin? Ha. Agar eringizni qamalishini xohlamasangiz, siz ham qizingizni borib mashina tagiga tashlang dedi. Dadasi, menda bir taklif bor, agar xo'p desangiz. Xo'p. Yana qanaqa taklif? Narigi mahallada Arslon aka bilan Burxon aka deganlari bor-ku. Xo'sh. O'shalar bilan bir iltimos qilib gaplashib ko'rsak, o'rtaga tushib berishar. Ularni hamma hurmat qiladi-yu. Bilmasam. Ko'narmikin? Borib bir gaplashib ko'ring, balki xo'p deyishar. Ko'nib qolishsa yaxshi. Agarda ko'nmasa, peshonamizda borini ko'ramiz. Xo'p. Men borib gaplashib ko'raychi. Bo'ldi, yig'lamagin. Mardon aka, ana mehmonlar bizni shaharda dori sotishayotgan ekan. O'sha bitta odam o'libdi. Nima? Ular shunchalik o'limdan qo'rqmas ekanmi? Sen borib, tezda ularni bu yerga olib kel. Xo'p bo'ladi. Qarshilik ko'rsatsa nima qilay? Ey, nima? Shuni ham men senga o'rgatishim kerakmi? Borg'asimga tegma, topib kel. Xo'p bo'ldi. Zerikmay o'tiribsanmi do'stim? Ha, nima qilay? O'yinga tushib berayim. Senga 100 martalab aytyapman, qalampirni ozroq yegin deb. Tilinja achchiq bo'lib ketyapti. Endi Tinchlik, xotirjamlik bersin. yaxshi kelding do'stim. O'ylanib o'tirgan edim. Nima qilamiz? Shu biror joyga borib, saqlab ovqatlanamizmi? Senga o'sha boyvachcha o'rganimda har kun ko'chada ovqatlanib kelgan bo'lardi. Yaxshisi, bugun shu yerda bir do'ppidek sozgina qilib bir osh damlayib yeylik ikkovimiz. Ichimsan-da do'stim, ichimsan. O'zim ham osh qilib yegim kelib o'tirgan edim. Yaxshi bo'ldi. Kelsan Jarbek. Ke bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salollaring yaxshimi? Rahmat. O'tirchi. Tinchmisan? Salollaring yaxshimi? Tinchlik, xotirjamligimiz bersin. Xush kelibsan. Oldinglarga bir maslahat bilan kelgan edi. Boshingga tushgan tashvishdan xabarimiz bor. Nima maslahat? O'zim ham shu bo'lib o'tgan ishlardan juda ham afsusdaman. Qizcha hali yosh edi. Meni deb bu dunyoni tark etdi. Endi o'sha qizaloqqa qisqa umr ko'rish yozilgan ekan. Nima ham qilardik? Joy jannatdan bo'lsin. Sen bir sababchi bo'lib qolding xolos-da. To'g'ri. Bizdan nima istaysan? Qizaloqning otasi seni qamataman deb oyoq tirab turibdi. Axir, men qamalganim bilan endi bu qiz qaytib kelmaydi-yu. Sen ham qizingni mashinani tagiga tashlaysan. Ana shunda sendan davoim yo'q deb aytayapti. Men u qamalishdan qo'rqmayman. Lekin oilamga nima bo'ladi? Shundan xavotirdaman. Qizchani otasini tushunsa bo'ladi. Lekin qizingni mashinani tagiga tasha degan sal noto'g'ri bo'pti, Arslon. Aka, iltimos, bir borib gaplashib ko'ringlar. Axir sizlarda hamma taniydi, hurmat qiladi. Iltimos aka, yo'q demanglar. Xo'p, biz borarmiz. Lekin u rozi bo'lmasa-chi? Qachondan beri mijg'ovlanadigan bo'lding, ha? Boraylik, gaplashaylik, ko'rishaylik, shashdan qaytarishga harakat qilamiz. Ko'nsa ko'ndi, ko'nmasa xudo poshsho. Faqat Sanjarbek sen
Zalog'ingni sherga olib kelasan. Qo'rqma, qizingni sog' salomat qaytaramiz. Rijolataman unisini. Hop, qachon olib kelishim kerak? O'zim nima qilasan? Hozir olib kel, hozir borib kelamiz. Sen unga dod tayyorlangin. Men ham borib kiyim almashtirib kelaman. Bilaman. O'rgatmagin. Faqat o'zing tezroq bo'lgin. Jirillama. Mayli, bo'lmasa Otalardan ham sekin kiyinasan. men ketdim. Menga qara. O'tgan safar mollarimizni sotib ulushingizni beramiz deganingda yo'q deganmidim? Mana shu shaharda senlarni qaytib ko'rmay deb ogohlantirganmidim? Agar narkotika sotganingni bilsam, jazolayman deb aytganmidim, to'g'rimi? Nima? Sen o'zbekcha tushunmaysanmi? Agar narkotika sotayotganingni bilib qolsam, qattiq jazolayman deb aytganmidim. Aka, jahlingiz chiqmasin. Mana bu aka bilan gaplashing. Agar biron muammo bo'lsa, o'zim haqlaman degandim. Bu kim? Alo. Sen kimsan ey o'lik? Men ham seni ovozingni eshitganimdan xursandman. Seni oldinga odamlar kelishib, shartnoma qilib pul qilaylik degan ekan. Sen ularga yo'q deb haydabsan. Ular meni oldimga kelishdi. Men ular bilan shartnoma tuzdim. Hey! Narimon! Nimalar qilyapsan? Axir bularni dorisidan odamlar pashshaday o'lib ketyapti. Men shartnoma bo'yicha ulushimni olyapman. Dorini sifati bo'lsa, men uchun gitara. Hey! Sen o'zingcha halollikni yoqib olmagin. Narkotikdan ham har doim odamlar o'lib kelishgan. Narimon! Seni gaping men uchun bir tiyin, tushundingmi, bir tiyin? Men yo'q dedimmi yo'q. Meni shahrimda bular narkotik sotmaydi. Alo. Mardon. Ovozing chiqmay qoldi. Ey, menga qara. Aka, biz ishlarimiz bor. Biz ishlashimiz kerak. Siz esa yaxshi qoling. Davron! Bu Mardon aka. Sen tezda bularning ortidan borib, oyoq qo'lni urib sindirasan. Mollarni esa yoqib tashlaysan. O'zlarini odam tanimaydigan qilib, shaharni chekkasiga kuzatib qo'yasan. Tushundingmi? Tushunarli, xo'p bo'ladi. Bor bajar. Xo'p. Shuhratbek. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shuhrat. Bandalik. Salom. Bandalik aka. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Parvardigor ushbu o'qilgan oyat kalimalarni yo'l qo'yilgan sabr xatolarni Alloh o'zi kechirib qabul qilsin. Mana shu o'tgan qazalog'imizni oxiratlarini obod qilsin. Ortida qolganlarga sabr jamil ato qilsin, mag'firat qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Xatolmay o'tirsam uka. Rahmat akalar.
Oldinga bir maslahat bilan keldik. Tinchlikmi akalar? Endi Shuhratbek bo'lar ish bo'libdi. Qizaloqning umri qisqa ekan. Allohdan beamr ish olmaydi. Biz seni oldinga elchi bo'lib keldik. Sanjarbekning nomidan. Sanjarbek bo'lgan ishlardan ancha afsusda. Endi ukam, hech bir banda ko'chaga birovni urib yuboraman deb mashina minib chiqmaydi. Bizni to'g'ri tushungan. Akalar, meni bitta qizim bor edi. Yer u ko'klarga ishonmasdik uni. Sanjar bizni, Lola gulimizni bizdan ayirdi. Uyimizda har bir burchagida uni o'ynab yurganlari ko'z o'ngimizdan ketmayapti. Ovozlari qulog'imizdan ketmayapti. Nima deysanglar denglar. Men baribir uni qamataman. Shunda mana bu yerim sal orom oladi. Ukajon, yoshlik qilma. Yillar o'tib mana shu gaplaringga o'zing pushaymon bo'lasan. Sanjarbekning ayoliga qizingizni mashinani tagiga tashlang debsan. Mana o'sha qizaloq biz olib keldik. Hech qaysi bir ota yoki ona o'z bolasini mashinani tagiga tashlamaydi. Mana, agar shu qizaloqni mashinani tagiga tashlash kerak bo'lsa, ol, o'zing tashla. Amakijon, amaki, dadamni qamatmang. Dadamni qamatsangiz menga qiyin bo'ladi. Qizim, isming nima? Ismim Sevinchoy. Sevinchoy qizim. Dadang qamalmaydi. Sen yig'lama qizim. Sen xafa bo'lmagin. Men arizamni qaytarib olaman. Yig'lama qizim. Ye. Keling, İlyas aka. Xush kelibsiz. Ha, Jabbor. Qayerga ketganding? Yigitlarim kelib seni topolmay ketishibdi. Shu 3-4 kun chet elga dam olishga ketgandim. Sen bilan jiddiy masalada gaplashib olishimiz kerak. Faqat bu yerda emas. Mardon akamning ofisiga borib gaplashamiz. Hozir bora olmayman aka. Qiladigan ishlarim bor. Ishlarimni bitirib olay, keyin o'taman. Siz borib turavering. Jabbor, sen gapimni yaxshi tushunmading shekilli. Shaxsan Mardon akamning o'zlari gaplashmoqchi. Hozir men bilan birga borasan, tushundingmi? Bora olmayman deyapman-ku aka. Qaysarlik qilma, Jabbor. Yaxshilikcha hozir biz bilan birga yur. Mayli. Unday bo'lsa, Kamron ham men bilan boradi. Yo'q. Faqat o'zing borasan. Bilasan, Mardon akam dum yetalab yurganlarni yomon ko'radi. Jabbor. Bu yerdan seni o'ligingni olib boramanmi yoki tirigingnimi? Buni Mardon akamga qiziq yo'q, tushundingmi? Yaxshilikcha hozir o'rningdan tur. Qaysarlik qilmasdan biz bilan birga yur. Xo'p. O'zingiz bosing İlyas aka. Axir men bormayman demadim-ku aka. Hozir kiyimlarimni alishtirib olay, birga ketamiz. Tezlash. Qo'lingni ko'tar. İlyas aka, esingizda bo'lsa, biror gap bo'lsa, yoningda turib beraman degan edingiz. Lekin Narimonning yigitlari
menga qarshi chiqqanda tomoshabin bo'lib turdinglar. Sizlarga ishonib, xaritadan ham ayrildim. Jabbor, xarita kimda hozir? Kimda bo'lardi? Ilyos aka Narimonda-da. Yaxshilikcha bu yerdan ketinglar. Bugundan boshlab yo'llarimiz ayro. Sizlar bilan aloqa qilmayman. Jabbor, gaplaringni o'ylab gapir. Narimon senga xarita uchun hamkorlik taklif qilgandir. Lekin Mardon aka qo'lini tishlaganlarni yoqtirmaydi. Mayli. Boshga tushganni ko'z ko'radi deyshadi. Endi mendan xazina haqida ham, xarita haqida ham so'ramanglar. Ha, xaritani esa bugundan boshlab Narimondan so'ranglar. Agar gaplaring yolg'on bo'lsa, buni javobi o'zingga og'ir kelishi mumkin. Qani ketdik. Qanchalik jonimga tegdi shu xazina g'alvasi. O'zi u xazina bormi, yo'qmi? Xudo biladi. O'zing boshlagan g'alva. Endi xazina topilmagungacha ilonlar bizni tinch qo'ymaydi. Uni qo'y, ishdan gapir. Furqatning moli bu tarafga qachon o'tadi? Qachon olib o'tishasan? Qo'shni mamlakatga olib chiqadigan yer osti yo'limizga ichki ishlar post qo'yibdi. Agar hozir molni olib o'tsak, muammo chiqishi mumkin. To'g'ri aytasan. Ular ketgandan so'ng molni olib o'tamiz. Mayli. Shoshma-shosharlik qilmaylik. O'zing bilib yo'lini o'ylab topib ish ko'rarsan. Xo'p. Endi Mardon akam ham menga dushman bo'lib qoldi. Narimon bo'lsa payt poylayapti. Sal sharoit tug'ilsa meni yo'q qilishga tayyor turibdi. Nima qilsam ekan? Nima bo'lsa ham ehtiyot bo'lishim kerak. Ehtiyot bo'lishim kerak. Hormen boboy. Kelinglar. Arslon sizmisiz? Ha, men tinchlikmi? Hozir biz bilan borishingiz kerak. Sen kimsan? Nima uchun men sen bilan borishim kerak? Ko'p gapirmang. Oldimga tushing boboy. Nima? Bormasam majbur olib ketasanmi? Kerak bo'lsa majbur olib ketamiz. Ol buni. Arslan tog'a, Boboy, men bilan yuring. Yuring men. To'xtang. Ol buni. Arslon! Arslon! Burxonam aka, keldingizmi? Sen bu yerda nima qilyapsan? Kimlardir kelib Arslan akani urib boshiga solib ketishdi. Nima? Urishdingsan? Sen shoshma. Begi o'tir qizim, o'zingni bos. Qani, bir boshdan gapirchi, nima bo'ldi? Men ovqat olib kelgandim, Arslan akadan xabar olib ketdim. Kelsam ichkarida shovqin eshitildi. Qarasam janjal bo'layotgan ekan, Arslan akani kimlardir urayotgan ekan. Qo'rqqanimdan xonaga bekinib oldim.
Sen ularni tanidingmi? Yo'q, tanimadim. Sen shoshma qizim. Balkim bular ukuni kelib mahallada ko'rgan yigitlaringning ichida yo'qmidi? Yo'q, ular emasdi. Ular bo'lsa tanirdim. Bular boshqa. Keyin Arslon akani urushyapti. Qandaydir Alixon degan odamni so'rashdi. Arslon aka men tanimayman Alixonni desa ham urib boshiniga solib ketishdi. Alixonni izlash degan. Mayli qizim, sen xafa bo'lma. Qo'rqma. Hech narsadan xavotir olma. Men Arslonni keyin qutqarib olib kelaman. Sen uyga chiqaver. Faqat bir narsa. Bu yerda ko'rganlaringni hech kimga aytmagin. Xo'p? Bor sen chiqavergin. Opam aka. Alo. Salohiddin. Assalomu alaykum Burxon aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Aka. Hamza bilan tezda Arslonga yetib kellaring. Nima gap, tinchlikmi? Arslonni o'g'irlab ketishibdi. Nima? Kim o'g'irlaydi? Nega? Bu yerga kelganlaringdan keyin birgalashib bilib olamiz kim o'g'irlaganini. Tushundim aka. Xo'p aka, men Hamzani topib tezroq yetib borishga harakat qilaman. Bo'pti, men kutaman. Faqat aka, biz borguncha biror narsa qilmay turing. Xo'p, men kutaman bo'lmasa. Tezroq kelinglar. Xo'p bo'ladi aka. Assalomu alaykum Mardon aka. Va alaykum assalom ki. Yaxshimisiz? Suvdan qo'yaymi aka? Qo'y. Xo'sh. Nima yangiliklar? Xuddi siz aytgandek bo'ldi aka. Narimonni yigitlari chollarga hujum qilib, ulardan birini o'g'irlab ketishibdi. Narimon cholni o'g'irlab ketib yutdim deb o'ylayapti shekilli. Qani, bu yoqqa bir chollar bilan olishib ko'rsinchi. Bekorga aytishmagan. Boshqa sherlardan ko'ra yaralangan sher xavfliroq bo'ladi deb. Narimon buni chollar hujum qilganda tushunadi. Ikkinchi chol sheriklarini yordamga chaqiribdi. Hali zamon ular ham yetib kelishadi. Yaxshi. Xo'sh. O'zimizni cholda nima gaplar? Ma'lumot ola oldingmi? O'zimizni cholda hali ham o'sha gap. Sizga aytgan gapida turib olgan. Boshqa gaplardan bexabarman deyapti. Lekin xazina qaysi qabristonda ekanligini bilar ekan. Aytishi bo'yicha qaysi qabrdaligini bilmas ekan xolos. Mardon aka, menimcha chol aldamayapti shekilli. Bo'lishi mumkin. Xo'sh. Jabborchi. Jabborni topdingmi? Qani u? Aka, Jabborni o'g'irlashning ilojisi bo'lmadi. Uni xotini xalaqit berib qoldi. Xalaqit berib qoldi degin. Nima? U Jabborni oyog'iga osilib olib, "Olib ketmay yerimi" dedim. Keyin seni ko'ngling bo'shab, tashab keldingmi? Yo'q. Bilasizmi aka, uni xotini g'it shaytonni urg'ochisi ekan. Bilasizmi? U Narimonni o'gay singlisi ekan. Nima? Ha. O'shani deb biz Jabborni qo'ldan chiqardik. Lekin xarita Jabborni qo'lda emasligini bildim aka. Ey, sen ham lo'q bo'lib ketyapsan, har narsaga ishonavergani. Qachon Jabborni shu yerga olib kelasan, men o'zim u bilan gaplashib, keyin bu gaplarga ishonaman. Aka, Jabbor Narimonni otasini o'g'irlagani borganida bu yoqda Qosim kelib qolib, uni anavi xotinidan xaritani aslini o'g'irlab chiqib ketib qolishgan. Bu yoqda esa chollar kelib, Narimonni otasini o'g'irlab chiqib ketgan. Xullas Jabbor hammasidan quruq qolgan. Men hech narsani bilmayman. Qanday yo'l bilan bo'lmasin, sen Jabborni mana shu joyga, meni oldimga olib kelasan, tushundingmi? Keyin chollarni ham kuzat.
ular Narimonga qanday qarshilik ko'rsatishlari men uchun juda ham qiziq bo'lyapti. Xo'p. Sizni tushundim. Menga ruxsat. Alo, ishtama. Mardon, men faqirman. Mustafo, jigarim. Omonmisan? Ha, sen bilan ko'rishmaganimizga ham ancha yillar bo'lib ketdi. Tinchmisan? Mardon, sen bilan gaplashadigan gaplar bor. Xo'sh, qanaqa gaplar? Bilasan, men seni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun seni to'ringda ketayotgan gaplarni aytib qo'yishim lozim topdim-da. Markazdagi hurmatli insonlar orasida sen to'ringda negativ gaplar yuribdi. Ishonch uchun rahmat. Men ham seni juda hurmat qilaman. Lekin men kimma arpasini xom o'ribman? Yaqinda oldinga Temurning yigitlari iltimos bilan borgan ekan. Lekin sen ularni jazolab yeridan haydab chiqaribsan. Temur hurmatli odamlarga shu masalani solgan ekan, ular sendan norozi bo'lib yurishibdi. Faqir. Bu yerlar meni yerlarim. Yerlarimga kimni qo'yaman, kimni qo'ymayman, bu meni ishim. Bunga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Ishlar bunday hal qilinmaydi. Buni tushunaman. Lekin sen Temurning molini ham olib yoqtirib yuboribsan. Temur molini haqqini so'rayapti. Qonunan u haq. Yana aytaman. Bu yerlar meni yerlarim. Bu yerlarga qonunni men solaman. Ular nohaqdilar. Men ularga yaxshilikcha tushuntirdim. Ular borib, Narimon bilan gaplashib, meni yerlarimda dori sotishdi. Narimon bilan oralaringga hech kim tushmaydi. Bu senlarning ishlaring. Faqat hurmatli odamlar ikkala ham bir shahardan bo'lib kelisha olmaganlarini tushunishmayapti. Bu bizlarning ishlarimizga amal qilishi mumkin-ku. Endi bu yog'ini borib, Narimondan so'ra. Agar Temurning haqqi menda bo'lsa, kelib olsin. Faqat oldin u haqligini isbotlasin. Men ham qonunlarni yaxshi bilaman, faqir. Mayli, elchiga o'lim yo'q, deyishadi. Men o'rtada bo'layotgan ishlardan seni xabardor qildim. Mayli. Biz tomonlarga bir kel, Mustafo. O'zim senga qo'l bola osh qilib ziyofat qilib beraman. Sog' bo'l, jigarim, Mardon. Mayli, sog' bo'l. İlyas. Ol abi. Ketib qolmadingmi? Yo'q, aka shu yerdami? Faqir telefon qildi. Tinchlikmi, nima gap? Anovi narkotik olib kelganlar Temurning odamlari ekan. Temur bu haqida markazdagi akalarga shikoyat qildi. Yigitlar chaqiraymi? Qo'shni viloyatga borib Temur bilan gaplashib kelishadi. Yo'q. Kerak emas. Hozir bizga urushni keragi yo'q. Usiz ham markazdagi akalar bizdan norozi. Ozgina kutaylikchi, balki Temurning o'zidan birorta sado chiqib qolar. Sen qo'riqchilarni ko'paytir. Men uchun ham pichoqqa sop bo'ladigan yaxshi bolalardan top. Xo'p, topaman. Mardon aka, sizdan bir nima so'rasam maylimi? Xo'sh, nima? Nega Mustafoni faqir deyishadi? Menimcha, uni boyligi ham kam bo'lmasa kerak aka. Mustafo yoshligida o'g'ri bo'lgan. Uni boyligi ko'p, lekin hech kimga bildirmasligi uchun shunaqa faqirona kiyinib yuradi. Oddiy 07 mashina haydaydi. Tuyani yutib, dumini ko'rsatmaydi deganlari shu bo'lsa kerak aka. Shunaqa. Mayli, bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salohiddin. Yaxshimisiz? Aka, Hamzaboy. tinchmisiz? Qani o'tiringlarchi. O'tir, o'tiring. O'tir Hamzaboy.
Deyishdek xotirjamlik. Allohu Yaptı aka. Nimaga? Ko'rgilikni ko'rishmaysanmi? Arslonni o'g'irlab ketishib qopti. Arslon akami deysizmi? Ha. Nima biron bir ma'lumot bormi? Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q. Boshim gangib o'tiribman uyda. Hech kim qo'ng'iroq qildimi? Balkim badal so'rashmoqchidir. Qanaqa badal? Hech kim telefon ham qilmadi, badal ham so'rashgan yo'q. Kimga kerak bo'lishi mumkin? Shubha hech kimdan. Haligi Mardon deganinglarga biz kerak bo'lib qolib ish qilib, mana shu yo'l bilan ishini bitirmoqchi emasmikin? Uni ham o'yladim. Yo'q, menimcha bu safar Mardonni qo'li yo'q bu ishlarda. Ularni qo'shni ayol ko'rgan. Ularni birinchi marta ko'rishim deyapti. Qo'shni ayol deysizmi? Ha. Nima qo'shni ayol uni yigitlarini taniydi ekanmi? Esinglarda bo'lsa bir kirganmiz qo'shni ayolnikiga. Saloh aka haliginda kirgan uyda aytyapti. O'sha ayolda aytishi bo'yicha bu Arslonni o'g'irlaganlar esa Mardon yigitlari yo'q. Chunki o'sha oldingi janjalda u Mardon yigitlarini ko'rgan. Sudda ham Mardon yigitlarini ko'rgan u ayol. Shoshmanglar. Sizlar xonni olib kelganinglarda xon nima degan edi? Ha. Bir kun kelib hammendan o'ch olaman degan. Ha, o'ch olamiz degan. Uni nima aloqasi bor hozir? Yo'q, sizlar menga xon men Narimonning otasiman dedinglar. Shoshma. Shundaymi? To'g'ri. Hozir aytmoqchisanki Narimon otasini deb Arslonni o'g'irlagan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Rostdan ham bo'lishi mumkin-da. O'shanda xonni gapini eslasangiz, u yerda meni boshiga ko'tarib yurishadi degandi. Eslaysizmi bu yerda? To'g'ri. Olib kelganimizda. Shuning uchun Arslon akamdan foydalanib otasini qutqarmoqchidir balkim. Nimaga men bu narsani ertaroq o'ylamadim? To'g'ri. Demak, hozir Arslon Narimonning qo'lida. Bu aniq. Narimonni makoni qayerdaligini bilasizmi? Uni ofisini hamma biladi shaharda. Topish oson. Nima, Narimon ahmoqmi sizlarga? Ofisida Arslon akam ushlab o'tirgani. To'g'ri. Bu ham to'g'ri. Demak, uning xonadonini ham topish kerak. Xullas, bu yog'i razvedka. Uni kuzatamiz. Hamza, sen Narimonni xonadonini kuzatasan. Men ofisini kuzataman. Burxon aka, siz tanish bilishlardan o'sha Narimon haqida ma'lumot to'plab bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Yaxshi, ketdi. Hamma ishga olmasan. Shoshmanglar. Tezroq boramiz. Sumkani berib qo'yib qo'yar, Hop, biroq tegmaydi. Bo'ldi, ketdik. Keyin qolaversin. Ha, yaxshi. Men ham obedga keldim. Sizlar ishlar bitkizaveringlar. Xotirjam xabarlashamiz. Xo'p, charchama. Usta, Yuragingdan tilab usta hormang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Qalay ishlar? Bo'ladi aka. Ko'ring. Charchamayapsizmi? Ishlar bitdimi? Ha, bitta aka. Tugatib qo'ydik ishlaringizni. Ha, yaxshi. Ko'rib olishingiz mumkin. Ha. Chiroyli chiqibdi. Rahmat sizga usta. Arzim edi. Shokir aka, agar ishimiz yoqqan bo'lsa, xizmatimizni hisob-kitobini qilib bersangiz. Ha, sizga pul berishim kerak edi. Ha. Mana, bu xizmat haqqingiz. Lekin, rozi bo'ling. Aka, bu ozroq emasmi? Axir siz bilan boshqacha pulga kelishgan edik-ku. Ha, gap bu yoqda-ne? Siz bilan kelishganimizda bu yerda bitkizgani necha kishi bo'lib kelamiz degandingiz? 3 kishi bo'lib? Ha. Hozir necha kishi ishlaringlar? 6 kishi bo'lib ishladik. Aka, o'zi ishingiz ko'p ekan. Mayli, bilib-bilmay kelishib qo'ydik. Endi kelishuvni buzsak, erkakchilikka to'g'ri kelmaydi dedik. Shuning uchun ko'ryapsiz, ishlaringizni tugatib qo'ydik aka. Ha, endi bu 6 kishi ishlagan bo'lsanglar, u sizlarning muammoinglar. Lekin usta, siz bilan
3 kishi kelishganmiz. Siz yana 3 ta odam yetalab keldingiz. Endi u 3 ta odamni yotog'i, yeb ichishi qancha bo'lishini bilasizmi? Qimmatchilik bo'lsa hozir bitta odamga 3 mahal ovqat berish nech pulga to'g'ri kelishini bilasizmi? Shuning uchun xizmat haqqingizdan 3 ta ishchingiz pulini ayirib qoldim. Siz bilan hisob-kitobimiz to'g'ri. Lekin aka noto'g'ri ish qilyapsiz. Biz rozi qilmasangiz bo'lmaydi aka. Bolam kasal. Bolamni operatsiyasiga mana shu pullardan umid qilib turgandim aka. Rozi qilmasam nima bo'ladi? Bermaysizmi haqqimiz aka? Bermayman. Qo'lingdan kelsa sudlashib ol. Xohlagan joyingga bor. Bir tiyin ham ololmaysan. Mayli aka. Lekin bilib qo'ying. Qolib ketayotgan haqqimizga 2 dunyo rozi emasman. Ana shu pullar faqat yomon kuningizga buyursin aka. Lo'li xotinga o'xshab chaynalma. Bor. Uyni bo'shat. Meni vaqtim olma. Meni boshqa ishlarim ham bor sendan boshqa. Eshitaman, Temur. Mardon, sen noto'g'ri ish qilding. Nega meni odamlarimni afa qilding? Seni odamlaring meni yerlarimda meni ruxsatimsiz savdo qilishdi. Ular meni qonunlarimni buzishdi. Keyin borib meni raqobatchim Narimon bilan shartnoma qilishdi. Men esa buni kechirmadim. Mardon, ishlar bunday hal qilinmaydi. Nega o'sha payt menga telefon qilib aytmading? Menga qara Temur. Ular seni odami ekanligini menga aytishgani yo'q. Hech bo'lmasa molni yoqib yubormaganingda ham men seni to'g'ri tushunib indamagan bo'lardim. Men seni deb katta pulga ilindim. Temur, endi bu yog'i seni muammoing. Qonun bo'yicha sen pulni qaytarishing kerak. Men hech kimga hech narsa qaytarmayman. Men seni ogohlantirdim. Endi mendan javob kut. O'sha mashhur afg'onchi do'stlar siz ekansizda. Kimsan? Mendan nima xohlaysan? Meni bu yerga nima olib kelding? Meni otam qayerda? Otang? Kim otang? Hali xonni o'g'limisan? Xon aytganda-ya, ishonmagandik. Xon ham rost gaplar ekanda. Gapni chalkashtirma. O'sh gapir. Otamni qayerdan taniysan? Afg'onda birga xizmat qilganmiz. Lekin birga xizmat qilmaganimiz yaxshi edi. Afg'onda degan. Bu yoq qiziq-ku. Demak, sen ham xazinadan xabaring bor, shundaymi? Qanaqa xazinani gapiryapsan? Hech qanaqa xazinani bilmayman. Xabarim yo'q. Laqillataman deb ovora bo'lma. Qani gapir. Ularda xon xazina deb yurardi. Bu yerda bo'lsa o'g'li. Ota bola rasa topsan-ku, ha? Hech qanaqa xazinadan xabarim yo'q. Shunaqa de. Agar otamni topib bermasalaring, bu yerdan sog' chiqmaysanlar.
Qo'lingdan kelganini qil. Yaxshi. Buni olib shahar chetidagi hovliga olib borilaring. Ular kelishmadimikin, ha? Burxon aka ham kelmabdi. Yaxshi, telefon qilaydi Burxon akaga. Keldingmi, Hamza? Telefon qilaman deb turuvdim. Keldingizmi aka? Salohiddin kelmadimi? Yo'q, kelgan yo'q. Nima gaplar aka? Nima yangilik? Menda bo'm-bo'sh. Menda ham shu ahvol. Ertaman Narimon uydan chiqib ketdi. Kechqurun esa qaytib keldi uyga, lekin hech kim kelgan yo'q aka. Arslonni uyiga olib bormaydi u. Saloh akamchi? Saloh kelsin-chi, bir gap. Yangilik mana menda bor. Arslon akani ko'rdim. Tushga yaqin Narimonning bir odami uni ofisga olib kirib ketdi. U yerda yarim soatcha bo'lishdi. Keyin qaytib chiqib yana uni mashinaga bosib olib ketishdi. Arslonni ko'rinishi qanaqa? Tuzishchi desa bo'ladi. Ortidan kuzatdingizmi? Yo'q, kuzatmadim. Endi u yerda sizga o'xshagan menga aql o'rgatib turadigan odam yo'q edi-da, Hamzabek. Albatta kuzataman-da. Xullas, Arslon akamni ular shaharning chetidagi bir kulbada saqlashyapti. Qo'rqilayotgan odamlar uncha ko'p emas, lekin bitta ikkitasida qurol borligini sezdim. Qurol dedingmi? Qurol bo'lsa, bu bizga asqatadi. Borish kerak, Arslon akamni o'sha yerdan olib chiqish kerak. Ketdik bo'lmasa. Hozir boramizmi? Yo'q, ertaga boramiz. Ungacha Arslon akam mazza qilib dam oladi u yerda. Ha, bo'pti. Bugun bormasak qachon boramiz, Hamza? Ertagacha uni yana boshqa yoqqa ko'chirsa, keyin qayerdan topamiz? Ha, xo'p dedim, aka, bo'ldi. Menga qaranglar. Agar otishma bo'ladigan bo'lsa, faqat oyog'iga otamiz. Yana bering. Jirillama. Qani ketdik. Kiyimingni almashtirasanmi? Darrov chiqaman. Biz mashinada bo'lamiz, sezab bo'l. Qanday ahvol bilmayman. Burxon aka. Ha. Uyini xaritasini men yo'lda tushuntiraman. Yaxshi. Nimagadir ishlarimiz to'xtab qoldi. Bu yog'iga nima qilish kerak hayronman. Nimaga bunday deyapsiz, Mardon aka? Ha, nari qurilishdan yaxshigina foyda ko'rdik. Ana u boshlanmagan qurilishda bo'lsa, hali uylar bitmay turib, hamma kvartiralar sotilib ketdi. To'g'ri, ana chollar bilan bo'lgan muammodan ancha ziyon ko'rdik. Lekin unda ko'rgan ziyonimizni yangi qurilishdagi foydalar yopib ketdi hammasini. Men bu yog'ini aytmayapman. Men xazina masalasini aytyapman. Mana shu xazinaga men juda ham qiziqib qolgandim. Rostdan xarita Narimondamikan, ha? Yana bizni Jabbor aldanib qolmasmikinmiz? Aka, hozir Jabbor bankrotda. Unga bizdan tashqari Narimon ham bosim o'tkazgani aniq. U yolg'on gapirib, o'zini ahvolini yana ham og'ir qilib olmaydi. Menimcha, xarita rostdan ham Narimonning qo'lida. Agar gaplaring rost bo'lsa, qanday qilib bo'lsa ham xaritani Narimonni olib qo'yishimiz kerak. Lekin qanday qilib? Ha, aytganday. Chollarda nima gap? Sherigini qutqarib oldimi? Ha, ertalab yigitlar telefon qilishgan edi. Narimonning ofisini oldida bir chol poylab turganini aytdi. Ular ishga tushgan. Aniq bilaman, ular bugun yoki ertaga sheriklarni qutqarib olib chiqib ketadi. Mardon aka, chollar yomon chiqib qolishdi. Sherigini Narimon o'g'irlaganini aniq topishdi. Mayli. Chollar sherigini qutqarib olsin-chi.
Keyin o'zim ular bilan bir gaplashib ko'raman. İlyas. Kim bu? İlyas! İlyas kim bu la? Menga qara, menga qara. Yerni tagidan bo'lsa ham topasan bugun. Ha! Davron ketdik. Alo. Sarvar, qayerdasan? Tez mashina bilan ki. Bo'l tez. Burxon aka, toza bu yoq. Menga qara, Alixon qayerda? Alixon qayerda deyapman. Qani Alixon? Menga qara, aytasanmi yo'qmi? Alixon qayerda? Qayerda Alixon? Aytyapman. Hamza, sen menga qarab qo'y. Gapirasanmi yo'qmi? Qayerda deyapman. O, hali mehmonlar. To'xta, qo'lingni ko'tar. Qimillama. Qo'lingni ko'tar. Qimillama, qo'lingni ko'tar. Qimillama. Qo'lingni ko'tar deyapman. Qo'lingni ko'tar, qimillama. Saloh, nima gap? Aslon. Aslon aka. Kim kelish? Yaxshimi? Keldik aka. O'ngda. Zimsan. Aslon aka. Hadi bo'lsa bo'ldi aka. Tugadi hammasi, tugadi. Assalomu alaykum o'rtoq mayor. Mardonga suiqasd bo'libdi. Biznikilar hammasi o'sha yerda. Kim suiqasd qilibdi? Xabar bormi? Yomon qiynashmadimi? Bundan battari ham bo'lgan-ku, Saloh. Anavi biz yerto'laga qamab qo'ygan cholni o'g'irlab ketishibdi. Bu chulchut ustaga oldin ham aytganman. Hozir ham aytaman. 1 so'm haqqi qolmagan menda. Ratchetlash bo'lganman. Aka, og'ziga qarab gapiring. Axir kelishilgan pulni yarmini ham bermadingiz-ku. Sizlar xonavayron qilgandan keyin yo'qotadigan narsam qolmadi. Chorasi qolgan odam qo'rquvni ham unutar ekan.